Assalomu alaykum hammaga, o'rtoqlar tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'sh, mana o'sha kun, mana o'sha vaqt, mana o'sha va'da qilingan ICT ning darsliklari, xudo xolisa ozgina darsliklarning formati haqida qisqacha gapirib o'tib ketaman. Ko'rayotganingizdek, mana ICT mentorship epizod birinchisi, ya'ni birinchi seriyasi turibdi. Xudo xolisa darsliklarni shunaqa ketma-ketlikda, чтобы keyinchalik masalan 6-7 darsimizni qo'yganimizdan keyin ham endi birinchi epizoddan boshlashga qiynalmasligingiz uchun, ya'ni keyin qo'shilgan obunachilar qiynalmasligi uchun xudo xolisa mana epizod 1, ya'ni birinchi qism deb boshlab, xudo xolisa ikkinchi epizod, 3-epizod qilib olishni boshlaymiz. Xo'sh, darslikni boshlashdan shuni aytib o'tib ketmoqchimanki, bu darsliklarda aytilinadigan ma'lumotlar, ko'rsatiladigan ma'lumotlarning hammasi Michael Caldwell, ya'ni o'sha ICT ga tegishli, hech qaysi biz tomonimizdan o'ylanib yo o'zgartirilib yo qanaqadir kashf qilingan joyi yo'q. Hammasi ICT ga tekin, ya'ni ICT ga tegishli bo'lgan narsalar va uni YouTube da tekinga ingliz tilida mavjud demoqchi edim. Hozir adashib ketdim. Bizda bu yerda maqsad именно o'sha ingliz tilida 2 soat, 3 soatlik video roliklarni ko'rmasdan turib, biz o'zbek tilida buni jaydari, sodda, tushunarli tilda tushuntirishga harakat qilamiz. Xudo xolisa mana boshladik bo'lmasam. Bugungi darsimiz, ya'ni birinchi darsimiz ICT ni biz liquidity dan boshlaymiz. O'zi liquidity nima degan joydan boshlaymiz. Yana bitta narsani qo'shib o'tib ketmoqchi edim. Men darsliklarni ICT ni o'zini YouTube'dagi formatida o'ta olmayman. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, mana ICT уже 5 yildan beri video darsliklar o'tib kelyapti. Juda ham ko'p vaqtimizni ketib qoladi. Ya'ni iloji boricha kichik mavzularni katta mavzulardagi darsliklarning ichida gapirib o'tib ketaman. Alohida kichkina mavzularga bitta dars qilib sizlarni bir hafta kuttirish niyatim yo'q. O'shaning uchun nimaga sразу liquidity dan boshlanyapti deydigan spetsialistlar bo'lib qoladigan bo'lsa, sizlar tushundinglar deb o'ylayman. Ya'ni buning ichida juda kichkina ma'lumotlar ham bo'ladi. Xudo xolisa boshladik bo'lmasam. Liquidity o'zi nima deydigan bo'lsak, liquidity o'zi kichik bozor qatnashchilarining buyruqlari, ya'ni orderlar bo'ladi. Bunda biz nimani tushunamiz? O'zi bozorda katta ishtirokchilar va kichkina ishtirokchilar mavjud. Katta ishtirokchilar bu o'sha hedge fondlar, katta banklar, investitsion fondlar. Undan tashqari qolgan hamma ishtirokchilar kichkina, chakana treyderlar deyiladi. Va bozorda biz bilamiz, bozorda o'zini algoritmi bor va bozorda market makerlar bor, ya'ni shunaqa ishtirokchilar desak ham bo'ladi. O'zini kapitalini evaziga, ularda kapital juda katta bo'lgani sababli narxni sun'iy qaysi tarafga yurg'iza oladi. Sun'iy deganda narxni qanaqadir programma orqali yoki qo'lda yurg'iza olmaydi baribir. Bozor chunki talab va taklifga bo'ysunadi baribir. Ularda juda ham katta kapital bo'lgani sababli kerakli joyga narxi juda qisqa masofaga narxni olib chiqish qobiliyati, ya'ni imkoniyati bor ularda. Va shu orqali ular bozordagi kichkina ishtirokchilarni pullarini olib qo'yish desak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni daromad qilmaslikka, ya'ni daromad qilmaslikka olib keladi. Ya'ni daromad qilishiga qarshilik qiladi desak to'g'riroq bo'ladi. Market makerlarning vazifasi shu bozorda. Liquidity bo'layotgan bo'lsa, bu bizga o'xshagan chakana ishtirokchilarning buyruqlari. Bu buyruqlariga ko'p joyda ko'rdim. YouTube'da ham shu imенно liquidity mavzusi bo'yicha o'zbek tilida darslar ko'rdim. Liquidity bu bizning stop losslarimiz deb aytishayotgan ekan. Bir tarafdan to'g'ri, lekin to'liq informatsiya emas bu. Nafaqat stop losslar, balki buy stop hamda sell stop orderlari ham kiradi. Nimaga? Chunki u ham shunaqangi buyruqki, bozorda buy stop hamda sell stop ochilganda rinokda sizni сделкangiz ochiladi degani. Ya'ni bozorda breakout traderlari mavjud, ya'ni qaysidir urovenni tepaga narx buzib o'tsa, demak narx o'sha uroven, o'sha yo'nalishda yurish davom etadi degan ideya bilan ishlaydigan traderlarga ham market makerlar daromad qilishga bermaydi. Shu sabab liquidity bu kichkina o'yinchilarning stop losslari hamda buy stop va sell stoplari joylashgan nuqta deb olsak bo'ladi. Xo'sh, agar biz narxni
mashina misolida tasavvur qiladigan bo'lsak, mana TradingView'da chekida narx turadi, to'g'rimi? Tillam narxi masalan 1950, 2000 yoki Eurozin narxi bor, to'g'rimi? Agar biz o'sha narxga mashina sifatida qaraydigan bo'lsak, liquidity bu benzin bo'ladi. Mashina harakatga kelishi uchun unga benzin kerak. Narx harakatga kelishi uchun unga liquidness kerak. Ya'ni ko'p holatlarda narx liquidness olgandan keyin juda impuls bilan harakat qilishni boshlaydi va bu liquidness olgan vaqtlari определенный vaqtlar bor. Bozorda shunaqa soatlar borki, именно o'sha soatlarga to'g'ri keladi. Bular haqida keyingi darsliklarimizda, ya'ni keyinroq, haliroq, bitta keyingi dars emas, bular haqida ham gaplashib o'tamiz. Xo'sh, liquidnesslar o'zi maksimumlarni tepasi va minimumlarni tagida bo'ladi. Bu nima degani? Kattaroq time frame da qaraladi. O'zi odatda liquidity ham 3 ga bo'linadi. Ya'ni medium, minor va major liquidity deyshadi. Ya'ni katta, o'rtancha va kichkina liquidity bo'ladi. Kichkina liquidnesslar o'sha tushungan bo'lsangiz kerak, kichkina time frame dagi maksimum va minimumlarda bo'ladi. O'sha 1 soatlik, 4 soatlik daily maksimum va minimumlarni oladigan bo'lsak, u yerda o'sha eng ko'p liquidness yig'ilgan joylar hisoblanadi. Liquidnesslarni joyi o'sha maksimumni tepasida yoki minimumni tagida bo'ladi. Xo'sh, liquidity nuqtalari deganga to'liqroq to'xtalamiz. Ya'ni liquidity qatlarda bo'ladi. Liquidity M va W patronlarining tepasida va pastida joylashgan bo'ladi. Ya'ni retail konsepsiya, ya'ni o'sha bilamiz M va W yoki double top yoki double bottom. O'zbekchada ikki pastlik yoki ikki tepalik deyiladi. Double topni tepasida va W ni tagida liquidity joylashgan bo'ladi. Juda ko'p liquidity joylashgan bo'ladi. Bu haqida hozir grafikda ham bitta ko'ramiz. Bu birinchi nuqtamiz va bu juda liquidity ko'p joylashgan nuqta desak ham bo'ladi. Ya'ni qolgan pastdagi liquidity yozilgan nuqtalardan ko'ra imенно M va W patronlarining tepasi va tagida ko'proq liquidity bo'ladi. Undan keyingisi PDH va PDL. Bular nima? Previous day high va previous day low. Ya'ni o'tgan kunning maksimumining tepasida va bugungi kundan bitta oldingi kun, ya'ni o'sha o'tgan kunning minimumining tagida ham liquidity bo'ladi. Ya'ni liquidness yig'ilib qolgan bo'ladi. Narx ham ko'p holatlarda o'shunaqa nuqtalarga как-бы o'v qilishni yaxshi ko'radi. O'zi algoritmni biza ovchi misolida olsak bo'ladi. Ya'ni u shunaqa likvidlik yig'ilib qolgan nuqtalarni o'v qiladi. Va biz algoritm orqasidan yurishga harakat qilishimiz kerak. Ko'p joylarda o'qib qolaman, YouTube'larda, Telegram kanallarda, baribir liquidness bu yengil emas, o'zbek bozoriga ham. Bu haqida gapiradigan kanallarni ko'p ko'rdim. Aytishadi, to'g'ri, bu nuqtalar odatda razvorot nuqtalari deb tushuntirishar ekan. Aslida biz bu nuqtalarga faqat razvorot sifatida qarab qolishimiz kerak emas. Ha, razvorot o'tdan olishi mumkin va juda ham ehtimoli yuqori, to'g'ri. Например, o'sha M patroni yoki double top tepasiga narx chiqib turib, o'tdan pastga tashlash ehtimoli juda yuqori. Lekin biz har doim likvidlik nuqtasini, ya'ni liquidnessni aniqlaganimizdan keyin, например, pastdagi liquidnessni ko'rganimizdan keyin, shuni olgandan keyin biz buy olamiz, tepadagisini olgandan keyin sell olamiz degan g'oya o'tirib qolish kerak emas bizga. Biz shunaqa qilib ham ishlaymiz, lekin birinchi navbatda biz ovchi bo'lishimiz kerak. Ya'ni algoritm bu ovchi. Ya'ni algoritm har doim qandaydir likvidlik nuqtasi, ya'ni liquidnessni orqasidan ov qilib yuradi. Va biz algoritm orqasidan yurishimiz kerak. Agar algoritm M tepasidagi liquidness olgandan keyin bizga kichik time frame da tasdiqlar beradigan bo'lsa, biz sell ishlasak bo'ladi. Razvorot qilmaydi demoqchi emasman. Razvorot qiladi, lekin sizlar faqat bu nuqtalarga ko'zinglar bilan qaraganda, bu razvorot nuqtasi deb kutib qolmanglar. Biz u zonaga borganda sell, pastdagi zonaga kelganda buy ishlaymiz degan traderlar emasmiz. Biz har doim qaysidir likvidnessni ov qilamiz, ya'ni algoritm orqasidan yurishimiz kerak. Va PDH PDL bo'yicha tushunarli deb o'ylayman. Keyingisi PVH va PVL. Bu nima? Previous week high, previous week low. Bular ham xuddi PDH va PDLga o'xshagan narsa, faqat o'tgan kun emas, o'tgan haftaning eng maksimum nuqtasining tepasida, o'tgan haftaning eng minimumini tagida liquidness joylashib qolgan bo'ladi.
Bularni qanaqa aniqlayman desanglar, masalan PVH ni aniqlamoqchi bo'lsanglar, bor yo'g'i weekly time frame ga o'tasizlar va hozirgi turgan svechadan bitta oldingi svechani maksimumini va minimumini belgilab chizsanglar, o'sha nuqta sizlarga likvidnost zonasi bo'lib beradi. Bozorda bitta ko'rib chiqsanglar ham bo'ladi, qanaqa ishlagan bu narsani. Endi keyingisi bizda PMH bilan PML bo'lyapti. Mana bitta ozgina qo'shilib ketgan, ya'ni bundoq qilsam ko'rinadi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana PML va PMH. Bu nima desanglar, bu o'tgan haftaning emas, o'sha o'tgan oyning eng maksimum nuqtasi va eng minimum nuqtasi. O'sha nuqtalar ham likvidlik nuqtasi hisoblanadi. Ya'ni likvidlik yig'ilib qolgan bo'ladi u nuqtalarda. Va eng oxirgi nuqtamiz bu bizning trend line liquidity'miz hisoblanadi. Ya'ni trend liniyaning tepasida va tagida doim juda katta likvidnost yig'ilib qoladi. Chunki narx o'zi kompressiya bo'lib, trend bo'lib chiqishidan bilsanglar bo'ladi. Bularning hammasini men grafikda ko'rsatib o'taman. Xo'sh. Mana hozir shuncha tushuntirdim. Endi gap isboti bilan bo'lsin. Sizlarga bozorda shunaqa nuqtalarni topdim. Bularni to'g'risi unchani eski grafiklarga borib o'tirmadim. Shu hafta ila o'tgan hafta bo'lgan misollarda ham topdim. Sirazu, ya'ni bu gapim bilan nima demoqchiman? Bu narsa har kuni bozorda ishlaydigan narsa. Ya'ni bu algoritm. Har kuni bozorda bo'ladigan narsa va mana ko'rishingiz mumkin. Buni M sifatida oladigan bo'lsak, bir xilla M qilib ishlatadi. Kattaroq bu 15 minutlik bo'lgani uchun kattaroqda M yoki double top bo'lib ham ishlanadi. No baribir retail traderlar uchun bu sell nuqtasi. Sell nuqtasi mana ko'rishingiz mumkin. Analiz bo'yicha narx sell ketgan haqiqatan. Haqiqatan narx sell ketgan, lekin bu impulsdan keyin narx negadir imminni mana shu double topni tepasiga chiqishga qaror qildi. Double topni tepasiga bitib chiqib, undan keyin sell ketdi. Narx nega shu turishda yo'nalishini pastga davom ettirib bormadi? Chunki algoritm biladi, botdan sell kirganlar ko'p va ularning stop lossi shu nuqtasining tepasida bo'ladi va xuddi shu taraflama teskari, agar bu nuqtani narx yorib o'tadigan bo'lsa, narx o'sha tepaga ketib qoladi deb buy stop qo'yib qo'yganlar ham bor. Algoritm bitta harakat bilan ikki xil turdagi treyderlarni ham o'yindan chiqarib yuboradi. Ya'ni sell olganlarning stop lossi uriladi. Buy stop ochganlarni buy stop ochilinadi va qaysidir nuqtaga kelganda baribir buy stop lossi olinadi. Va получается bozorda hech kim daromad qilmayapti. Biza shundan foydalansak bo'ladi. Va qanaqa foydalanish kerakligini to'g'risi dars davomida tushuntirib o'taman. Xo'sh, yana bitta misol, men atalab tepalarni kesmadim, ko'rishingiz mumkin. Ne'matov shayx turibdi, ya'ni buni o'tdan o'g'illab olib anaqa qilayotganim yo'q, o'zimning grafikim. Bu nuqta ham xuddi shunaqa ko'rishingiz mumkin, faqat boyagiku deyishingiz mumkin, o'xshab ketadi. Bular ikkalovi ikki xil. Mana bu nuqtada ham xuddi shu holat, ya'ni double top, ikkita tepalik bo'lyapti. Sell uchun zo'r nuqta. Narx mana sell ketyapti, lekin sell tushishdan oldin negadir algoritm razvorot berib turib, shu ikkita tepalikni tepasiga chiqib turib, keyin razvorot berishga qaror qilib qoldi desak to'g'ri bo'ladi. Nimaga? Chunki sellchilarga va buychilarga ham ishlashga algoritm yo'l qo'ymasligi uchun, ya'ni market makerlar. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. O'tgan hafta yo'q, undan oldingi hafta bu may, 22-mayda bo'layotgan narsa, ya'ni double top tepaga va pastga tushib ketyapti. Biza bu nuqtalardan qanaqa foydalanish kerakligini dars davomida, darslar davomida ko'rsatib o'taman sizlarga. Xo'sh. Mana boyagi slaydlarni ko'rsanglar, mana bu ikkita slaydni bittasini uchun qaytaraman. Orasi uzoqroq, double topimizni bu yerda orasi uzoqroq. O'shaning uchun orasi вообще uzoq-ku, bu emas-ku deganlar uchun orasi yaqinroq misol ham bitta topdim mana. Ya'ni mana haylar jamlanmasi, ya'ni bu triple top patroni desak ham bo'ladi va narx pastga bir marta ketaman, ikki marta ketaman deb aldayapti. No по-любому bu yerda уже именно mana bu svechadan keyin baribir bozorda sell kirganlar bo'ladi. Triple top bilan o'zim ham ishlaganman, bilaman. No algoritm yana bir marta bu haylarni yengilab keyin pastga ketishga qaror qildi. Mana bu yerda o'sha trend tortadigan bo'lsak,
trend line liquidity deganim shu narsa bo'ladi, ya'ni trendni tagida yig'ilib qoladi liquidness. Biz hozir unga emas, bunga e'tibor beramiz, chunki bugungi darsimizda M va W patronlariga qanaqa qilib ularni qopqoniga tushib qolmaslik haqida bo'ladi. Ya'ni BSL buy side liquidity, SSL sell side liquidity haqida bo'ladi. PVH, PDLL, ya'ni kechagi kunning, haftaning, oyning maksimum minimum nuqtalari hamda trendline liquidityni keyingi darslarimizda o'tamiz, chunki BSL va SSL juda katta mavzu. Ya'ni bu yerda ham xuddi shunaqa misol, aybga buyurmaysizlar, sizlarning vaqtinglarni ham ko'p olmaslik uchun buy misollarini uzoq qidirish o'tirgim kelmadi. Buyda xuddi shuni teskarisi bo'ladi. O'sha W patroni bo'lgandan keyin narx pastga tushib, keyin W patronini stop losslarni urib va sell stoplarni ochib tepaga yurib ketadi. Bunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Endi keyingi slaydimizda, ya'ni o'sha ham tushuntirishni boshlayman sizlarga buy side nimaligini o'zi. BSL, ya'ni mana grafiklarimni ko'p ko'rgan bo'lsanglar kerak, ya'ni bu buy side liquidity so'zini qisqartmasi. Siz BSL deysizmi, buy side deysizmi yo buy side liquidity deysizmi, hammasi bitta narsa. Buy side liquidity odatda double top, ya'ni o'sha M harfini tepasida joylashgan bo'ladi. Ya'ni chista buy side emas, o'zi aslida nima bor u yerda deydigan bo'lsak, u yerda sell oluvchilarning stop lossi va bu nuqtani tepaga yorib o'tsa tepaga ketadi degan breakout traderlarining buy stoplari joylashgan bo'ladi bu holatda. Endi bu yerda bitta qonun qoidasi bor. Doim chap tarafdagi high o'ng tarafdagidan baland bo'lish kerak yo ikkalovi baravar bo'lish kerak va odatdagidan sal pastroqdan, mammitlarda bo'lsa ham bo'ladi. Mammitda bo'lib ketish kerak emas, bir-biriga yaqin, double top bo'lish kerak bu yerda. Agar triple top bo'ladigan bo'lsa ham bu nuqtamiz buy side nuqtasi bo'lib qolaveradi. Faqat buy stoplar ochilmagungacha bu nuqta buy stop bo'lib buy side liquidity bo'lib qolaveradi. Tasavvur qiling, bu high sal pastroq va bundan teparoqda bitta maksimum bor. Lekin 3-maksimum ikkinchidan balandda turibdi, lekin birinchidan sal pastroqda turibdi. Shunda bu buy side hisoblanadimi, hisoblanmaydimi deydigan bo'lsak, albatta hisoblanaveradi. Bu yerga yetganimda eng baland maksimum olinmagungacha bu yerda 5 ta high bo'ladimi, bo'lmaydimi farqi yo'q. Ungacha buy side bo'lib turaveradi. Shu nuqtamizda. Va ko'p holatlarda bozor bu yerda nima qilishga harakat qiladi? Shu holatni ko'rishimiz mumkin. Bu yer grafiklarda ham sizlarga misol tariqasida ko'rsatdim. Narx tepaga, ya'ni algoritm tepaga bitta chiqishga qaror qiladi. Shu bilan pastga tushib ketishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni sellchilarni bu yerda stop losslarni olishadi va buy stoplarni ochgandan keyin pastga tushib ketishadi. Ya'ni ikki xil turdagi traderlarni hammasi bu yerda zararda qolyapti. Va biza o'zimizni imенно shu bo'ladigan ishni poylaymiz va shu nuqtada sell olishga harakat qilamiz. Agar bizga bozor bu atrofda buy nuqtasini ham taklif qilayotgan bo'lsa va algoritm buy stoplar, ya'ni BSL ni olishga qaror qilganini ishonch hosil qilganimizdan keyin biz buy side'ni o'qigan holda buy ishlab kelsak ham bo'ladi. Bularning hammasi hali darslarimizda bo'ladi va bu nuqta buy side liquidity nuqtasi bo'ladi. Xo'sh, endi sizlar bilan sell side ga o'tamiz. Sell side xuddi shu buy side ga o'xshab, faqat M emas, W patroni yoki double bottomni tagida, ikki pastlikni tagida bo'ladi. Bu nuqtada buy oluvchilarning stop losslari hamda bu nuqtani pastga yorib o'tsa, shu bilan narx pastga tushib ketadi degan g'oya bilan o'tiradigan traderlarning sell stoplari joylashgan bo'ladi. Va algoritm xuddi BSL ga o'xshab bu yerda ham traderlarga daromad qilish imkoniyatini bermaslik maqsadida ko'p holatda pastga tushib turib va tepaga biz shu diviziyani ko'rishimiz mumkin. Va biza именно shu nuqtada уже сделкаga kirishga уже g'oya qidirishni boshlaymiz. Agar bizga kichkinaroq time frame'da
trend almashinuvi shu nuqtada beriladigan bo'lsa, biz shu nuqtada tepaga buy kirsak bo'ladi. Lekin hali sizlarga bitta gap aytaman, bu darslik chiqqandan keyin, buni ko'rgandan keyin bozorda realniy shotda yoki prop shotida bu nuqtalardan buy va sell olishga shoshilmang. Chunki boyaga aytganimdek, bu nuqtalar faqat razvorot nuqtasi emas. Ko'p holatlarda biz bu nuqtadagi sell ishlab kelishimiz ham mumkin. Ya'ni men o'zim mana shu yerdan narxni o'zi razvorotni qildirish juda oson narsa bo'lmaydi. Men o'zim razvorotni ushlagandan ko'ra algoritm bilan birga SSL ga, ya'ni sell side liquidity ga tushib kelgan bo'lardim. Buy side, ya'ni bu nuqtada buy olish texnikasi, bu nuqtadan sell olish texnikasi hali alohida darsda o'rgatiladi. O'rtoqlar, sizlar shoshmanglar, buy sell qilishni olgan shoshmanglar. Sizlarga bitta vazifa bozorda buy side va sell side nuqtalarini birinchi topishni, ya'ni ko'rishni o'rganinglar. Birinchi joyi shu. U o'tdan razvorot qilganmi, razvorot qilmaganmi, u muhim narsa emas. Bizga u narsa kerak emas. Bizga самое главное, siz BSL ni to'g'ri chizdingiz va algoritm o'sha BSL ni o'v qilgan. Hamda undan keyin keling razvorot qilgan deb ham hisoblaylik. Shunda вообще nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Sizlar birinchi vazifa sizlarda buy side va sell side nuqtalarini bozorda yaxshi topishni, to'g'ri buy side va to'g'ri sell side nuqtalarini yaxshi topishni o'rganishingiz kerak. Hali buy olish, sell olish, realniy shotlarda zilkalar qilishlarga shoshmanglar. Endi yana bitta joyi, agar albatta bu nuqtamizni ikkinchi minimumimizni birinchi minimumdan pastroqda bo'lib qoladigan bo'lsa, уже bu sell side nuqtasi hisoblanmaydi. Уже bu nuqtada biza bu sell side hisoblanmaydi. Xo'sh. Endi sizlarga hozir jonli bozordan ko'rsataman, ya'ni grafikdan, ya'ni bu haftadagi bo'lgan narsalar. Adashmasam bu Euro USD 5 minutlik time frame da edi. Kirib o'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Narx ko'ryapsizlar, algoritm ataylab bu maksimumni yechmasdan pastga tushib ketgan. Negaki? Chunki o'ziga o'zi bu likvidlik zonasini qoldirib ketgan. Ya'ni buy side liquidity qolib ketgan bu yerda. Va keyin ko'rishimiz mumkin, bozor yana bir marta qaytib kelib bu nuqtaga tepaga chiqib, likvidliklarni olib, buy stop ochib, pastga tushib ketishiga guvohi bo'lishimiz mumkin. Mana. Imенно shu nuqta. Ya'ni buy side narx olyapti tepaga, pastga qaytib ketyapti. Yana bitta misolimiz bor. Buy side bo'yicha bu yerda ham xuddi shunaqa holatni ko'rishimiz mumkin. Double top, ya'ni buy side liquidity narx pastga go'yoki ketaman degandek qilib qo'ydi. Va bu yerda sell kirgan ishtirokchilar juda ko'p bo'ladi. Va bunaqa tushishdan keyin bu nuqta juda ham chiroyli ko'rinadi buy stopchilar uchun va bu nuqtaga buy stop qo'yib qo'yishadi. Va boya aytib o'tganimdek, narx buy stoplarni ochib, stop losslarni olib, pastga уже tushib ketganini guvohi bo'lishimiz mumkin. Imенно bu nuqtada ko'ryapsizlar qanaqa olganman. Men eng tepasini chiziqcha qilib olganman va bunda ham iloji bo'lsa, bundoq qo'linglar bilan chiziqqa chizib, bundoq taxminan chizishga harakat qilmanglar, chunki buni tekis chizishingiz juda muhim. Tepasiga olib kelganda klaviaturada Ctrl bilan magnit qilib chizayotganda shift bilan chizsanglar, tekis shunaqa chiziq chizasizlar. Ya'ni bundoq qo'lda chizib, bundoq to'g'rilagandan ko'ra demoqchiman. Menimcha bu yerda hammasi tushunarli. Xo'sh, keyingi slaydimizda sizlarga endi sell side ko'rsatmoqchi edim, lekin sell side ko'rsatishimdan oldin bu yerda qiziq narsa bo'lib qoldi. Bozor buy side ham joriy qilgan ekan. O'zi men bu yerda mana birinchi ko'rsanglar, bu model bozorda birinchi o'zi yasaniladi va siz как ICT traderi bu paytda kutib turishni bilishingiz kerak. Ya'ni mamlatlarda trade qilib qo'ymasligingiz uchun siz kutishingiz kerak. Mana agar narx mamlatga kelganda poylaganingizda sizda nima bor? Sizda ikkita high bor, bir-biriga yaqin. Demak, bu buy side nuqtasi. Narx buni o'qiyapti, buy side oldi va bu Audio USD da bu zilkani adashmasam o'zim ham Instagramga qo'yganman va bu yerda kichkina time frame da zo'r tasdiq bo'lgan va biz shu tasdiq birinchi sabab bu buy side olinishi, ikkinchi sabab kichkina time frame dagi tasdiqlar va
boyaga aytib o'tib ketganimdek sell side nuqtasi. Ya'ni biz buy side olgandan keyin sell olishimiz uchun bizga doim sell side kerak. Nimaga? Chunki bu bizda magnit nuqtasi. Ya'ni bu narxi o'ziga juda kuchli tortadi. Nega? Chunki algoritm boyaga aytganimdek buy side'ni o'ylab bo'lgandan keyin o'sha sell side'ga qarab o'ga chiqishni boshlaydi. Ko'p holatlarda. Lekin bu degani bu buy side'dan qaranglar. Bu nuqtalarni hozir men sizlarga razворотный bo'lgan joylarni ko'rsatyapman. Nimaga? Chunki bozor liquiditydan liquidityga ov qilishni yaxshi ko'radi. Lekin sizlar bu nuqtalarni faqat razворот sifatida miyada qolib ketishi kerak emas. Imkoniyat bersa razворотda ishlaymiz. Lekin bu yerda nafaqat siz razворотda ishlayapsiz. Razворотdan tashqari siz sell side'ga hujum bo'lyapti bu yerda. Ya'ni o'sha ov ketyapti sell side'ga baribir. Именно men bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. O'sha sell side'da bo'lgandan keyin ham sell side'dan keyin narx tepaga razворот qilgan. Agar narx tepaga razворот qilmagan taqdirda ham bu zo'r sell side bo'lardi. Sell side va buy side degani narxlarni chiroyli razворот qildirgan zonalar emas. U bor yo'g'i likvidlik yig'ilib qolgan nuqtalar. Agar bu pastga darshi tushib ketganda, men bu misolni sizlarga ko'rsatmoqchi emasdim, demoqchi emasman. Nabarot, bizga likvidlik yig'ilib qolgan nuqta muhim va algoritm o'sha nuqtaga hujum qilayotgan paytda biz u bilan qo'shilib olishimiz kerak bir xil tarafga bo'ldi. Maqsad shu. Xo'sh, yana bitta misol sell side'ga mana ko'rishingiz mumkin. Boyaga aytganimda narxni mashina deb oladigan bo'lsa, likvidность bu benzin sifatida ishlab berishi kerak deganimni isbotini shu grafikda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni mana o'sha impulsga e'tibor beringlar. Impuls qachon sodir bo'lyapti? Likvidность olingandan keyin impulsni mana kuzatishimiz mumkin. Bu yerda ham mana birinchi low, ikkinchi low. Men kattalashtirib ko'rgan, ataylab kattalashtirib ham ko'rdim, savol javob bo'lmasligi uchun. Bu lowdan pastda emas. Ular baravar, даже mana sal teparoqda, bir pipmi teparoqda shunaqa. Ataylab algoritm bu nuqtalarni ochiq tashab ketadi o'ziga. Чтобы keyinchalik kelib turib, agar hali ham baychilar bozorda bo'ladigan bo'lsa, ularning stop losslarini olish uchun va ko'proq sell stopchilarga hujum qiladi bozor bu yerda. Ko'rasizlar, ya'ni sell stop. Va siz bozorda o'sha bozor mammatda turgan paytida, mammatdagi bozor xatti harakati kichkina time frame'dagi asoslar bilan sell side'ga siz ham hujum qilsangiz bo'ladi. Faqat razворот haqida o'ylab qolmanglar. Faqat razворот emas. Sell side degani bu razворотный точка emas. Lekin imkoniyat bersa kiramiz. Bo'lmasam sell side'ga ham sell. Xuddi shunaqa sizda logika bo'lishi kerak. Sell side va buy side nuqtalari shu. Xo'sh, sell side nuqtasi bo'yicha hozir ozgina mundoq qilaman. Mana o'sha sell side nuqtamizni ozgina ko'rinmay qolibdi. Oldingi grafiklarga ham bitta qaytaraman. Mana o'sha sell side nuqtalar. Ko'ryapsizlar, ikkita nuqta hujum bo'lgan va narx razворот qilishni boshlagan. Xo'sh. Bugungi darsimizdan xulosalar shuki, bozorda algoritm mavjud va u ovchi. Har doim liquidityni ov qiladi. Doim qaysidir liquidityni ov qilayotgan bo'ladi. Prosta u har doim chiroyli buy side ko'rinishida bo'lmasligi mumkin. Siz e'tibor bermayotgan kichkina time frame'dagi likvidlik bo'lishi ham mumkin. Lekin u o'zidan o'zi bir joyda qanaqadir turmaydi. Agar turib qoladigan bo'lsa ham biz uni nimaligini bilamiz, bu konsolidatsiya. Unaqa holatlarda qanday ishlash kerakligi haqida ham darsliklar bo'ladi. Hozircha faqat buy side va sell side va sizlarga shunaqa uyga vazifa degan bo'lardim. Buy side va sell side nuqtalarini to'g'ri aniqlash. Zelka olish, ularni razворот qilishga shoshmanglar. Birinchi navbatda buy side, sell side nuqtalarini to'g'ri aniqlash. Endi to'g'ri aniqlash deganda nima nazarda tutilyapti? Buy side chizyapmiz, narx обязательно buy side olib razворот qilgan bo'lishi shart emas. Bu razворот buy side qonun qoidasining ichida yo'q. Sizga prosta likvidlik yig'ilib qolgan joy va algoritm likvidностьga hujum qilgan nuqtani toping bo'ldi deyilyapti. Agar razворот qilgan bo'lsa, nur ustiga a'lo nur.
Xo'sh, BSL va SSL nuqtalari bu faqat razvorot nuqtalari emas. Hozir aytib o'tib ketganimdek. Ya'ni buni tushundinglar. BSL va SSLlar aksariyat holatlarda bir xil time frame'da bo'ladi. Ya'ni bu bilan nima demoqchi? 1 soatlik BSL olinyaptimi? Katta ehtimol bilan sell saytdan 1 soatlikda bo'ladi. 1 minutlikdagi eng 1 minutlikka ochib olib, buy saytdan kirib eng yaqin sell saytda chiqib ketish kerak emas. Yo'q, unaqa emas. Liquidity zonalar iloji boricha bir xil time frame'da joriy qilinadi. Undan keyingisi va eng qizig'i liquidity bo'lib qolmang. Chunki siz liquidity bo'lib qolsangiz, pul yo'qotasiz. Juda ham sodda. Ya'ni liquidity bo'lib qolmasligi uchun siz uni aniqlashni o'rganishingiz kerak. Prosta tak bo'lib qolmasligining iloji yo'q. Siz liquidity qattaligini aniqlang. Va liquidity olinmagungacha zilga kirmasangiz ham bo'ladi. Ya'ni liquidityni aniqlasangiz va algoritm qayerga yurayotganini bilsangiz, shuni orqasidan ergashsangiz bo'ladi algoritmni. O'shanda siz liquidity bo'lib qolmaysiz. Xo'sh, misollarda ko'rdinglar, ya'ni shu keltirilgan holatlar bozorda afsuski unaqa har kuni kelasizlar, har kuni o'sha narsa bozorda bor degani emas. Ya'ni men ko'rsatdim, u bozor birinchi u modelni o'ziga yasaydi. Buy side, sell side qilib. Keyin qaysi biridir olib turib, ikkinchisiga tushish ehtimoli juda ham yuqori. Ya'ni siz o'sha modellarni bozorda ko'rmayapsizmi? Ya'ni bizni zonadan zonaga ishlaydigan trader emasmiz. Ya'ni men zona 2 sell olaman emas. Shu zonaga algoritm borishini bilib turibsizmi? Shu zonagacha siz buy ishlab borishingiz kerak. Ya'ni algoritm o'ziga savol bering, qayerga ketyapti? Qayerdan ketyapti emas? Qatga qarab yo'l olgan algoritm va siz o'sha tarafga yurishni bilishingiz kerak algoritm orqasidan. Bo'lmasa bo'lmaydi. Va unaqa modellarni ishlash uchun unaqa modellar bilan sizlarga po-любому sabr kerak bo'ladi. Bozor model yasashini doim kutish kerak bo'ladi. Ya'ni har doim bitta gapni o'zimni community-dagi shogirdlarga ham aytaman. Shunaqa narsa borki, biza trader biza va bizada o'zimizning ish joy, o'zimizning kompyuterimiz yoki o'sha noutbukimiz, o'zimizning Wi-Fi'imiz, o'zimizning kreslamiz, ishlayotgan depozitimiz ham o'zimizniki. Ya'ni bizga hech kim xo'jayin emas. Siz bugun zilka ochishingiz shart emas. Bozorga keldingizmi, bugun ish kuni emas siz uchun. Bozor sizga ishla deb beryaptimi model, siz ishlaysiz. Model bermayaptimi, siz ishlamaysiz va bu normal holat. Bugun ishlamadingiz, ertaga ishlamadingiz, bu normalniy holat. Nimaga? Chunki siz minus qilgandan ko'ra kutishni tanladingiz. Shunaqa bo'lish kerak. Bu haftada ham masalan, unda video dushanba kuni chiqadigan bo'lsa, hali aniq emas. Ya'ni o'tgan haftani qaranglar, dushanba va seshanba kuni hech nima yo'q bozorda. Chunki bozor o modellarni dushanba va seshanba kunlari yasadi. Chorshanba, payshanba, juma ishlashga zo'r imkoniyatlar bo'ldi. Xudo xohlasa, darslar manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Savollar bo'ladigan bo'lsa, savollarni kommentariyada yozib qoldirsanglar, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Shehroz, e'tiborlar uchun rahmat.